mumkin emas, baraka topkurlar. Qanaqasiga bir yilda 10 marta oshib ketdi shu narx bor, propanni narxi. Ozgina vijdon bormi? Shuni bir yilda bir marta oshadigan qilib beringlar. Vazirlik, qani deputatlar, olib chiqinglar shuni kun mavzusiga. Vashshi ko'pirlar vashshi bo'lib ketdi-yu. Metandan qochib propanga o'tdi. Endi propanni narxini xohlagan monopoliya qo'yganmi propanni, baraka topkurlar. Yo'q, hada bir yilda bir marta oshadigan qilinglar, iltimos sizlardan. 200 so'm, 300 so'm, 100 so'm, 500 so'm qilib, 30 yili yozda 5,5 ming edi. 5,5 ming 30 yili yozda. Hozir men ahvolni qarang, hali 1 yil bo'lgani yo'q mana. Hali 1 yil bo'lgani yo'q shu narsaga. 7 ming so'm. Yo'q, qanaqasiga bu? Men to'g'risi tilim ham aylanmay qo'yapti nima deyishga. Suv kiydisam, olib borib qamab qo'ysanglar. Haqiqatni gapirsam, buni qilmasanglar, eshitmasanglar. Nima qilish kerak?